Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qorasuv uylari. Hammani kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Yangi yil tuhfasi desam bo'ladi buni. Hozirda yaqinda topshiriladigan obyektimizni yangi xonadonlar chiqdi. Bu qanaqa xonadon? O'zimizda ishlaydigan usta vaqtida olib qo'yganlar, hozir sotmoqchilar. Ushbu xonadonni naqd pulga, arzon narxlarda sotyapmiz. 1 metr kvadratini 5,5 million so'mdan naqd pulga olsangiz bo'ladi. Agarda haqiqatdan olmoqchi bo'lsangiz, jazman klient bo'lsangiz, pulingiz naqd bo'lsa, yana o'taydigan, kelishadigan joyi bor. Chegirma qilib beramiz xudo xolasa. O'zimizda bor xonadonlarni boshida kamida 50% to'lovga beryapmiz hozir, chunki xonadonlar deyarli qolmagan. Keyin qolgan qismini 2,5 yil bo'lib to'lashga. Lekinda agar 3 xonali xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 3 xonali xonadonlarimizni 30% boshlanish to'lovi bilan ham beryapmiz. Bemalol 30% boshlanish to'lovini qilasiz, qolganini 2,5 yilga bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, xonadonlarimizga qolsak agar, xonadon xarid qilib bo'lgandan keyin birdaniga remontni ham boshlasangiz bo'ladi bemalol. O'sha tom qismini yopganmiz, hozir fasad jarayoni ketmoqda. Fasad jarayoni bitgandan keyin благоустройство, ya'ni yo'lini asfalt qilamiz, tetik plaskatka qilamiz. Shu bilan tayyor. Ushbu xonadonlarimizni atrofida maktab, bog'cha, poliklinika, xullas aytganda barcha sharoiti bor. Agarda ushbu xonadonlarimiz sizga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, qo'ng'iroq qilib bemalol bog'lanib barcha ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.